yoki necha sekundda pul yetishini ko'rib chiqamiz. Demak, biz mana hisobimizga kirib olamiz va pul yechmoqchi bo'lgan hisobga mana pul yechish so'rovini yuboryapman. Demak, hozir men bu yerda eslatib o'taman, siz hisobingizdagi dostupniy summani yechib olishingiz mumkin. Misol uchun hozir ko'rsatib ketay. Misol menda jami bo'lib 1700 turgan bo'lgani bilan, lekin buni bir qismi bonus. Mana 1700 dostupna deyapti, 1200 bonusni sredstva 507. Demak, siz bonus mablag'ini ola olmaysiz, shuni hisobini oling. Hozirda Libertex'da yangilik, siz pul tashlaganda va pul yechganda hech qanday to'lov qilmaysiz. Avvaliga pul tashlaganda 1% pulingiz bonusga o'zlashardi va pul yechganda 2,5%. Bu degani $100 dan $2,5, $1000 dan $25 komissiya to'lar edik. Hozir shu narsa yo'qolgan. Mana hozir pul yechib ko'ramiz va bunga ham o'zingiz guvoh bo'lasiz. Albatta pul yechganda siz avval o'zingizni nomingizdagi karta va akkauntga pul tashlagan bo'lishingiz kerak, ana o'shanda yecha olasiz. Xo'p, hozir men yechmoqchiman. Demak, yechmoqchi bo'lgan summamni sentlari bilan ham yozishim mumkin. Bemalol yechib beradi va bu yerda yechmoqchi bo'lgan kartamni tanlayman. Mana ko'rib turibsiz, hech qanday komissiya yo'q. Mana ya'ni komissiya olmayapti. Mana qancha yetsak shuncha tushyapti. Avvaliga shu yerda 2,5% komissiya olib qolardi. Biz kamida $15 pul yo'qotardik. Mana niyatni bosaman va mana обработка ketyapti. Shu yerda pulingiz sразу yechilish yoki ожиданиеga, ya'ni ruchnoy rejimga tushganini bilishingiz mumkin. Chunki zaявка yuborganingizdan keyin 30 sekund обработка bo'ladi. Agar pulingizni yechsa, 30 sekund ichida sразу avtomatik yechadi. Agar 30 sekund ichida yechmasa, demak sizni so'rovingiz qabul qilindi, kutib turing deydi. Mana biznikini yechdi. Hozir necha sekund ketdi? Adashmasam 5 yoki 10 sekunddan ham ko'p ketgani yo'q. Mana pul jo'natildi dedi. Bo'ldi, tamom, pul bizga jo'natildi. Hozir kvitansiyalarni ko'ramiz. Mana o'zi xabar keldi, mana Kapital bankdan. Mana qancha yechgan bo'lsak shuncha keldi. Mana 770-65. Ko'ryapsiz? Demak